Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Birodarlar, ancha vaqt bo'lib qoldi. Yana ozgina suhbat qilsak-da, yine javob bo'ladi. Bizga ba'zi bir xizmatlarimiz bor. Savol qilgan birodarlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Savol qilishni bilish kerak, so'rash kerak. So'rashlikni o'zi ham farz. Alloh taolo Qur'onda Estaizu billah fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun degan. Ahli ilmlardan bilmagan narsalaringizni so'ranglar dedi Alloh taolo. Mana farz bo'ldi. Bir narsani bilmasangiz, so'ramasangiz o'zingizga o'zingiz zulm qilgan bo'lasiz ekan. İmkaniyatingiz bor edi, so'ramadingiz shuni. Shu johillikda qolib ketdingiz. Halol haromni ajratmasdan qolib ketdingiz. Qiyomatda azob mahalda men shuni bilmagan edim desangiz, Alloh taolo namai amalda shu soat fursatni ko'rsatar ekan. Mana senga ahli ilmni qo'shni qilib qo'ygan edim, hamshahar qilib qo'ygan edim. Har jumada mau'iza bayon bo'ladigan qilib qo'ygan edim. Nimaga bormading, nimaga so'ramading, nimaga eshitmading der ekan. Ahli ilmlardan so'rash kerak. Alloh yo'lidagi da'vat haqida fikringiz deb savol qilinyapti. Siz bilan bizni diyorlarga islom qayerdan keldi? Ota bobolarimiz bir vakil qilib Madinaga borib sahobalardan yo tobiinlardan so'rab keldimi? Aşı zotlardan Allah razı bo'lsin. Da'vatga chiqib butun dunyoga tarqaldilar shular. Bizi ota bobolarimizni davrida bu diyorlarda majusiylik dini bo'lgan, o'tparastlik dini bo'lgan. Ba'zi bir kampirlarda tandirlarga o't qo'yishlari, to'ylarda yaqin kunlarga davr kelin kelayotganda ko'chaga o't yoqib turib shuncha chiroqlar o'sa ham kelindi shunday qilib kutib olishlar o'sha o'tparastlikdan qolgan. Alloh saqlasin. Sahobalar ba'zilari da'vatga chiqib 10 yilda qaytishgan bola chaqalarini oldiga. 10 yilda. Ammorlar shunday bo'lgan. Ammor ibn Yosirlar 10 yilda qaytgan Makkaga. Hazreti Umar radhiyallohu anhu o'zi bir karomat bilan bu zot xalifa bo'lganlar. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bir kun tush ko'rganlar. Tushlarida bir quduq. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga suv oling desalar, qiynalib 2 paqir suv olibdi. 3-paqirni tortolmay yarim olibdi. 2,5 paqir suv olibdi quduqdan. Hazreti Umar radhiyallohu anhuga suv oling desa, quduqdan suv olib, ariqqa qo'yib, ariq anhor bo'lib, daryo bo'lib oqqan ekan. Hazreti Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu 2,5 yil xalifalik qildilar. Payg'ambar alayhisolamning vafotlaridan keyin iymoni zaif musulmonlar iymondan kechib ketib yorganlarda qaytib joyiga olib kelishlik bilan ketib qoldi 2,5 yil. Hazreti Umar radhiyallohu anhun davrlarida shunday futuhatlar bo'lgan. Shunday islomga xizmatlar bo'lgan. O'z davrida Ozarbayjon, Tatariston, O'rta Osiyo, Sharqiy Turkistonga davr Hazreti Umar radhiyallohu anhuni chiqargan 3 ta sahobalari kelib iymonni ta'lim berib ketgan. Shu 3 ta da'vatchi kelgan. Shulardan bittalari Qutayba ibn Muslim radhiyallohu anhu. Buloq boshida qabrlari bor. Ketiyati vafot bo'lgan shu yerda. Siz bilan biz uchun hayotini bergan, jonini bergan. Bular nima deb kelgan? Tijorat qilgan emas bular. Obro deb kelgan emas, amal deb kelgan emas, da'vat qilgan bular. Bizi ota-onalarimiz, ota-bobolarimizni iymonga, islomga
da'vat qilib kelganlar. Bular 3 kishi bo'lgan. 3 kishini uchalovlarini alohida vazifalari bo'lgan. Qarang. Bittalari o'shda turishgan bo'lsa, ana endi Qorasuvga qarab bittalari borgan. Bular ikkitalari mana yerda o'zini vazifasini butkicha, uchinchisi o'zi birinchi vazifasini boshlagan, Qorasuvga borib, Qorasuv ahli bilan tanishgan. Qorasuv ahli qanaqa ahl? Tijorat ahli, bozori bor. Demak, bularga tijorat kasbi bilan tujjorlar dunyoni kezgan, foyda zararni hisoblaydigan, ajratadigan odam bo'ladi. Bularda demak mafkurasini bilgan, o'rgangan. Orqasidan bu ikkalovlari kelgan. Ikkalovlarini bittalari iymonda, islomda mau'iza qilib, bayon qilib, ta'lim qilgan. Uchinchilari masjidga mehrob qilgan. Qarang, 1300 yil ilgari qo'llarida karta yo'q edi ularda. Kompas yo'q edi. Qiblani ko'rsatib beradigan. Shunday mehrobda olib berganda, chiziqda olib bergan, ahliga yarasha masjid qurib olishgan demak. Qiblani ko'rsatib berib ketgan. O'ylaylar, 1400 yil ilgari Makka qayoqda-yu, O'shqada. Sharqiy Turkiston tog'di nariyog'idagi Qashqar G'urja qayoqda. Bittalari masjid bino qilgan, bittalari shaharda mafkurasini o'rgangan, bittalari da'vat qilgan. Uchalovlari mana shu xizmat bilan bizi ota-bobolarimizni iymonlik qilib ketishgan. Agar da'vat bo'lmasa nima bo'lar edi? Nima bo'lib ko'p qolardi? Mana Xitoy yonboshimizda, mana Mang'ullar. Iymonda lazzati yo'q, bilmaydi. Inchunun tep-tekis butun olam jaholat bo'lgan, musulmon bo'lmagan. Hamma shunaqangi tafriqadagi shu ota bobosidan nimani ko'rgan bo'lsa shuni qilib kelgan. Mana shu zotlarda, mana shu da'vatchilarda xizmati bilan islom barpo bo'lgan, bu yerga iymon yetib kelgan. Bular mana shunaqa xizmat qilishgan bular. Beevaz, shuni evaziga bir narsa olishgan emas bular. Inchunun da'vatchilar bir oyda 3 kun yemog'ini o'zi olib, yotadigan to'shagini ham o'zi